Bugun syomkalarim yo'q deb endi uxlamoqchi edim. Qaynona oyijonimlar, "Bolajonim, uydamisiz?" deb telefon qilib qoldilar. "Labbi oyijon" dedim. "Bugun tandirda non yopaman. Hadeb o'zingiz qilgan taomlarni videoga olurasizmi? Men yopgan nonlarni ham videoga oling" deb qoldilar. "Xo'p bo'ladi oyijon" deb tayyorgarlikni boshlavordik. Qaynona oyijonimlar 64 yoshdalar, hech jam tinmaydilar. Doim o'zlariga nimadir ish topib oladilar. "Yoshligimiz mehnatda o'tgan bolam" deydilar. Balki shungami g'ayratlari juda ham kuchli. Mana bugun ham qo'limdan bir tandir non yeyiladi, o'zlari tandirda non yopdilar. Orada o'zim ham ozgina qarashvordim. Alhamdulillah, oilamiz to'kin sochim, barokatli, lekin onajonlarimiz qilishgan har bir taomda boshqacha mehr bor. Mana mehr va muhabbat bilan qilingan nonlarimiz ham pishdi. Onajonlarimizni umrligi uzoq, doim sog' salomat bo'lishsin.